Va atimmul hajja val umrata lillah. Alloh azza va jalla aytadi. Bu oyat bilan Alloh taolo faqat va faqat o'ziga niyatni bog'lashlik uchun chaqiradi. Amal har qancha kichkina bo'lmasin yoki katta bo'lmasin, unda ixlos bo'lmasa birinchi shart, ikkinchi sharti Rasululloh qilgan ish bo'lmasa, qiyomat kuni foydaga loyiq bo'lmay qoladi. Ya'ni oyatning ma'nosi haj va umrani Alloh uchun bajaring. To'g'ri, hozir Makka Madinani eshigini Alloh taolo butun dunyo uchun katta qilib ochib qo'ydi. Bu juda ham katta ne'mat bu. Ya'ni bizdan avvalgi 70 yillik davrda joynamoz ustida men ham Makka Madinani ko'rarmikinman deb o'tib ketgan bizning ota-bobolarimiz bor. O'shalarning ko'z yoshini evaziga yurgandirmiz balkim bu joylarda. Lekin bitta eslatma, hamma kelgani uchun kelmang bu yoqqa. Qarindosh urug'laringiz, qo'ni-qo'shnilaringiz, qudalaringiz boshqa kelayotganligi uchun emas, Alloh chaqirayotganligi uchun kelsangiz, shunda labbeyingizga Alloh taolo senga ham labbey bo'lsin. Labbayk Allohumma labbayk, labbay Allohum labbay deyapsiz. Sizga ham Alloh senga ham labbay deydi. Qachon? Har bitta amalingizda Allohim faqat seni roziliging uchun, Allohim seni rahmating uchun, Allohim seni jannating uchun qadam tashlayapman, ihson qilyapman, umra amallarini qilyapman deng-da. Shunda inshaalloh har bitta qadamingizdagi mashaqqatlar ko'zga ko'rinmaydi. Faqat va faqat qalbingiz rohatlanadi. Bu rohatni ko'rinishi ko'zingizdan yosh bo'lib chiqadi. Shunda maza qilasiz. Inshaalloh gunohlaringizga kaforat bo'ladi. Qiyomat kuni boshingizda soyabon bo'ladi. Allohning rahmatiga sazovor bo'lasiz. Allohning rahmati bilan Robbingizni mehmonxonasiga, ziyofatxonasiga, ya'ni jannatga daxil bo'lasiz, kirasiz. Jannatga kirsangiz inshaalloh Rasululloh bilan birgalikda mehmon bo'lasiz. Allohning go'zal jamolini ko'rasiz. Siz bilan birga hamrohlik qiladigan hurlaringiz bo'ladi inshaalloh. Hamma ne'matni ostida, ildizda, yana aytaman, avvalo o'zimga, sizga ixlos bo'lish kerak.